Wow. Qarashni qaranglar. Bugun sizlar bilan PUBG New Start o'ynab ko'ramizda, agar to'g'ri talaffuz qilgan bo'lsam. Xullas, bu o'yin PUBG Mobile juda trendga chiqqan vaqtida mana shu o'yin ham chiqqan va chiqishdan juda shov-shuvli bo'lgan. PUBG dan 2 karra grafika zo'r bo'ladi, PUBG ni sindiradi degan, lekin afsuski unday bo'lmagan. Ya'ni buni juda kam odam qiziqib o'ynagan, hozirgacha kam odam o'ynaydi. Lekin men bir marta bo'lsa ham buni o'ynab ko'rmaganman. Bitta akkaunt ochib, poligonga kirib, zo'rg'a X soat nastroykalarini, upravleniyalarni to'g'rilab oldim. Nemalari bor buni? UC'si bormi? ERP'si bormi? Populari bormi? Hozir buni ko'rib o'tamiz. Videoga bitta like bosib qo'ying. Bunaqa kontentni yaqin kunda men kimni qilganini ko'rmadim. Obuna ham bo'lib qo'ying, shunaqangi zo'r kontentlarimizni o'tkazib yubormaysiz. Va sizga mana shu narxlarda UC kerak bo'lsa yoki mana shu narsa ham kerak bo'lsa, bemalol UC adminga yozishlaring mumkin. UC admin ichkarisi bisanada va kommentariyada bo'ladi. Bo'lsam, let's go. Xo'sh. Akkauntimiz ERP'si bormi ekan? O mana pass degan narsa men ERP bo'lsa kerak. Voy, bu nima bu? Qanaqadir valyutaga olish kerak deyapti. Xo'sh, nimalar bor ekan? Mashinasi, voy, bu dahshat-u ERPda. Qichu. Ramkalarini qaranglar. Bunda ham ERPsida valyutasi qaytarib berilar ekan. Zo'r. Bu yaxshimi ekan? Kiyimi, qo'lqoplari, bosh kiyim, yuz, yig'bat. Nima ekan buni? Upgrade. Mana topdim. Upgrade qilinadigan, ya'ni kuchaytiriladigan orужие, kiyim va mashinalar. Mashina topamiz. Bat. Bonus turib ketadimi? Buni lekin bir detskiroq qo'yam o'xshab qolgan. Wow. Вообще va muzli. Qanaqadir bu yasama bo'lib qo'ygan, yangi yilga xos. Qanaqa mashina? Lamborghini-yu, no, lekin bilmayman, Lamboga o'xshaymi bu, McLarenga o'xshaymi, ne qo'yasa, lekin bo'lmaganapti. Mana bu ham bu yerda ko'p narsa mencha, mana bu lekin qichu bo'pti ekan, oshqovoq skeletlar. Bu ham qanaqa mashina ekan buni? Bu ham o'sha qo'g'irchoqqa o'xshab qolgan. Men o'yinda qanaqa ko'rinadi? Skin ham ja kam ekan, o'zi bor-ku, skinlar ham bor, ja kam ekan. Mashinalar. Endi kiyimlar ko'ramiz, kiyimlarda. Yaxshi. Bu qanaqa kiyim? Mana ular, betdan qizlar kiyim bosib. Mana bu zo'r ekan lekin. Прям cho'tki ekan mana shu boshqa. Mana bu ham zo'r ekan, bor-u, вообще. Нереально вообще bor-u. Bu voy, mana shu menga yoqadi bor-ku. Dahshat ekan lekin, skinlar lekin boplab qo'yishibdi lekin. Qanaqa ekan? Bu ham lekin ja zo'r emas. Ekan, bu ham valaq. Bu bachkana qo'pol, nol yaxshi ishlamagan, juda yorqin bu bachkana bo'lib ketgan. Mana bu ham shunaqa bachkana bo'lib ketgan. Kimlar tuydimi? Santa Claus. Qichug'i. Bu kimlar ko'p ekan bu yerda. Qanaqadir nimalar bor ekan qo'shimcha. Mana qanday emosiyalar bo'lar ekan. Mana bu ham zo'r ekan. Emosiyasini ko'rdilarmi? Вообще bor-u. Prям. Bu kirib kelish ekan padborga. Nima ekan? Bu Nikini ramkasi shekilli bu. Bu qanaqa ekan?
Вообще lekin borib kiyimlar kirib kelishiga prям ishlab qo'yibdi boru. Bu kiyim bo'lmaydi. Mana buni ko'rishga mana buni qani qani qani. Lekin mana shu narsani yoribdi, lekin bizda shunaqa bo'ng'il вообще boru серьезный kiyimlarda bizda PUBG'da bilaman faqat qizlar narsasi keladi, mo'ng'illar. Mana buni qaranglar, mana buni. Mana buni qaranglar. Gap bo'lishi mumkin emas. Men birinchi ko'rgan kiyimlarimizni ko'raylik-chi, qanaqa ekan. Bo'lmaydi bu. Odam monstrlar, qanday monstrlarimiz. Mana. U yebat. U mana. Wow, lekin boru. Ishlab qo'yishdi-yu, вообще. Gap yo'q. Endi upgrade qiladigan, ya'ni kuchaytirilgan qurollarni ko'ramiz. Bu 4-leveli. Voy, kilchat qanaqa ekan uni kilchati. Bu nima bu? Nimasi bu? Kill effekti ekan bu. Kilchatda. Kilchatni qaranglar. O'lgandan chiqadimi bu? Wow. Har bittasi ko'tarish kerak emas bola bu. AVM. Kilchat. Ну, нормальный. Bu nima ekan bu? M416. Ha, M16 Ator ekan bu, M16 Ator. Kilchat нормальный. Groza. Ko'rinishi, kilchati, modellari. Yana o'sha qurollar, gravashka. Ну, kilchatlarcha вообще, nechta kilchati bor? Mana AKM deb birinchi kelgan AKM mash bo'lsa kerak. Bu lekin AKM deb yorib qo'yibdi boru, bu AKMni qaranglar. Haqiqatda yonib turar ekan u. Bitta go'rech kilchati qanaqa ekan. Yaxshi. Skarel. Kilchati. O'zaliga prям yorib qo'yibdi. M416. Voy, esimda mana shu M416ni bir paytlari PUBG qo'shiladi deganda bu Newstartga qo'shilgan ekanda bu. Mana shu global qo'shiladi degan mish-mish keldi. Qani? No, lekin kilchatlar negadir yaxshi ishlamagan-da boru. Men nechog'ini ko'rib bo'ldik. Endi bitta o'ynab chiqaylik. Grafikani bitta to'g'rilab olamiz undan oldin. Settings. Xo'sh. Grafika. 90 fps Ultra HD. Mana balobatdalar bo'ldi, to'g'rilab olgandim men. Boshladik. Mana grafikani. Yomon va grafika. Ona yugurishlari-chi. Qo'g'ija nasoga qilinmay lozim lekin. Menda ping bo'lyaptimi hozir? Bu o'tirib dumalab ketyapti bu. Bitta hamma bot bo'lsa kerak-ku, chunki bot akkauntman. Menimcha hamma bot bo'lsa kerak. Irangel. Irangel. Gap yo'q. Qaytib Sosnovka, Pochinki, School. Birga bir kartami? Lekin men tug'ilish oroli ham birga bir почти. Mana qilsalar ekan bu. Lekin grafikani qaranglar, prям blin. Lekin mazza qilgan grafika ekan lekin bor. Wow. Samolyot yomon-ku. Уже bunda samolyotda tushmasdan zona qayerga ketishini bilsa bo'lar ekan. Sosnovka uchar ekanmiz endi. Mablag' bu.
Yo'q bile. Yo'q bile. Parashta otishni qaranglar. Yerlarni qaranglar. Dahshat-u. Parashta qaranglar. Yebat degan pizdichlar ishlab qo'yibdi bormi? O, qani. Yaxshi. O'yinga e'tibor bermaymiz-da. Buni to'g'rilamasdan so'ra 3x'lar olish kerak. Qurol yo'qmi? Voy, devorni ochadigan tugma boshqa ekan bu yerda. Voy bile. To'xtaylar, shuni to'g'rilab qo'yaydi. Controls. Devorni ochadigan tugma ekan deb bosib qo'yaylik ekan. Bosib qo'y, yana bo'ldi. Qani? Odam. Bile. Ha. Noliga qanaqa tezlik yo'qmi deyman, nima shunda bor. Noliga grafika o'ng'irlar. Bu daraxt qaranglar. Butun qil. Kirtaman hozir. Moshim bilan hozir. Qanaqa qurolni oldim men? Nima qildi? Eshik ochiladimi-ku? Men bitta sezdim seni. Stop. Orqaga qarayotgan bu, nazarda. Yebat. Rolni qaranglar. To'rmizga qaranglar, bor, pizdes bor. Nimaga mana bo'lsa? Ha, bagacha ekan. O'tagan, eshitlam o'taganini? Hozir qanday o'ta hozir bu? Bosaman nahri seni. O'ta oldi. O'lib qoldimi bu? Qanday o'lib qoldi bu? U
Odam u. Hozir kill menga yozildimi? O'qimasang nima qildim ya? Bu yerda kamerani zapisi o'chib qolgan, shuning uchun ekran zapisini o'zib buyog'iga o'yinni davom ettiraman. Shuning uchun uzr so'rayman. Bu orada ancha otishdim va oxirgi zonada birga bir vaziyat qolgan va men u odamni izladim va topdim. PUBG New Startda bitta narsa bor, suv bilan osmonni juda ham realniy qilib o'xshatishgan deyishardi. Shu narsani men ko'rmagan oldingi kartada va boshqatdan o'ynab shu narsani o'zim guvohi bo'lmoqchi bo'ldim. To'g'risi PUBG New Startda bitta muammo bo'ldi. Ekran zapis peti bir payt ovoz chiqmay qolgan holatlar bo'ldi. Hozir ham ovoz negadir chiqmay qolgan. Bu meni telefonimdan emas, albatta bu PUBG New Startning o'zidan bo'ldi. Nima deb o'ylaysiz? Bu o'yin qancha reallikka yaqin bo'lgan?